Mamlakatimizda o'simliklar va o'simlik mahsulotlarini olib kirishga oid karantin va fitosanitariya talablari amal qiladi. O'zbekistonda mavjud o'simlik dunyosi, qishloq xo'jaligi, o'rmonlar, manzarali va dorivor o'simliklarni himoya qilish maqsadida quyidagi mahsulotlarni bagaj, qo'l yuklarida olib kirish hamda pochta jo'natmalari va kuryerlik xizmatlari orqali jo'natish qat'iyan man etiladi. Urug'lar, ko'chatlar, qalamchalar, tuganaklar, piyozbosh, meva va o'simlikning boshqa qismlari, zamburug'lar, viruslar, bakteriyalar, nematodalar, hasharotlar kabi zararli organizmlar, gerbariylar, urug'lar kolleksiyalari va boshqa biologik materiallar, tuproq namunalari, o'simlik moddasidan tayyorlangan buyumlar. Chet davlatlardan olib kirilayotgan o'simlik mahsulotlari fitosanitariya sertifikatiga ega bo'lishi shart. Import bo'lgan mahsulotlar fitosanitariya laboratoriyalarida tekshiruvdan o'tkaziladi. Ekspertiza natijasida mamlakatimiz uchun yangi turdagi zararli organizm aniqlansa, yo'q qilinadi yoki qaytarib yuboriladi. Bunday cheklovlar mamlakatimiz o'simlik dunyosi, oziq-ovqat xavfsizligi va qishloq xo'jaligini himoya qilishga qaratilgan. O'simliklar karantini va himoyasi agentligi barcha fitosanitariya choralarini xalqaro standartlar asosida belgilaydi. O'simlik va o'simlik mahsulotlari import va eksporti bilan bog'liq to'liq ma'lumotlar bilan karantin agentligining agro ko'makchi ilovasida tanishishingiz mumkin. Fitosanitariya talablariga rioya qilish mamlakat xavfsizligi garovida.